O'tgan qitim qatnashganlar bilsizlar yoki yangi kirganlar bo'lishi mumkin. O'tgan qitim biz shu decolonization, ya'ni decolonization deganda mustamlikadan qutulish davri, ya'ni ikkinchi dunyo urushidan keyingi mustamlikadan qutulish davrida chiqqan qonunlar, ya'ni qanda xalqlar bu mustamlikadan qutulish qonunida tilga ilingan. Ya'ni butun xalqlar deb o'tib ketgan. Butun xalqlar degani zodi qaysi qonunda nimalarga qartilgan, shu qanday xalqqa qartilgan, ya'ni bu butun xalqlar islom shu hamma odam zaminini besib olgan bo'lsa mustaqil bo'ladi deganlikning bo'lmaydiganligi, bu butun xalqlarning masalan xalqning davlatida yashaydigan bundaq nimalar bor, osonlik millat deb atilgan, o'zining bir davlat qurib boqmagan, zimini mustamlik qilinmagan xalqlarmi besim uchratimiz deb mustaqil bo'lamiz deb kurash qilayotganlar bor. Lekin ularninkimi shu nim bo'lmaganligi uchun bu masalan bu bütün xalqlar degan qonunga qanday bo'lib kirgizilmaganligi, qaysi qonunlarning bu xalqlarni o'z ichiga olmaydiganligini ko'rsatganligini so'zlab o'tgandik. Undan keyin bu mustamlika deganning zoti qanday yerga qartildiganini so'zlagandik-da. Masalan, mustamlika bo'lsa, qanday yerlar, qaysi, ya'ni tuzluq suv teoriyasi, tuzluq suv nazariyasi bo'yicha qanday yerlar mustamlikaga qartildi, chegarasi qanday bo'lsa mustamlika degan deb, masalan, asosan shu Yevropaning dengiz atlab bağın yerlerini mustamlika degan, undan keyin yana boshqa qonunlarni misol keltirib berdim. Uningda qanday bo'lsa, xalqi qanday bo'lishi kerak mustamlika bo'lgan yerlarning. Shularni so'zlab o'tgandik. Buni yana qayta takrorlashning hojati yo'q. Men bir-bir eslatib o'tib ketay deb bundaqlam umumiy deb qo'yapman. Masalan, bo'yicha undan keyin biz Sharq Turkistonning yana nima uchun bu shartlarning hammasiga to'liq tushadiganligi. Yani bu Şarkı Türkistan'ın xalqning davlatga bir osonlik millatmi emas. Xitoy bizga kirib olgan, biz Xitoyga kirib olmagan. Ondan keyin bu xalqlarningki o'z oldiga bir davlat qurgan xalq, ya'ni davlatni tajovuzchilikka uchirgan. Hozir Xitoy mening davlatimning tajovuzligi, state integrity law o'ttirg'i ko'tarib chiqib, davlatlarning hammasining sovereignty bo'ldi BDT'da, ya'ni mustaqilligi bo'ldi. Hech qanday ishga ishim aralashmaysa, mening davlatim bir-biriga davlatlar tajovuz qilib bo'lmaydi degan qonunlar bor, buni buzib tajovuz qildi. Ammo Xitoymi buni buzib, chunki biz bir davlatdik u vaqtida. Sharq Turkiston nima uchun nation state? Ya'ni nation state yo'q, quruq ya emasdi bu, ya'ni terra nulli deb bir nim bor. Prinsip shuningdek adamsiz yerlar, ya'ni davlat qurilmagan bo'sh yerlar emasdik biz u yerda. Biz u yerda qanday bir davlat qurgandik? Nima uchun Sharq Turkiston nation state bo'lgan? Montevideo Convention degan konvensiyonga asosan bu shartlarning hammasiga Sharq Turkiston qanday tushidi? Mushunda bir davlat qurib bo'lgan nation state'ga Xitoyning tajovuz qilib Ruslan birlashib Ruslan yordamida kirib olganning o'zi davlatga, ya'ni hozirgi mushu state integrity law'mi qonunsizlik qilganlik deb bularning hammasini so'zlab o'tgandik birinchi qitimliq darsimizda. Endi undaqda bu kitobimda bu decolonization, ya'ni mustamlikadan qutulish davrini emas, balki beyond mustamlikadan qutulish davridan keyin, masalan Xitoy bizni besib olgandan keyin Sharq Turkistonning vaziyati qanday? Ilgari bor deylik, mustamlika bo'lish o qonunlarni mustamlikadan qutulishga bu Sharq Turkiston butunlay tushidi deganlarni bir chetga qayirib qo'ygan taqdirdimi, hozirgi Sharq Turkistonning ahvolida nima uchun Sharq Turkiston yana qanday shartlar bilan cho'qim mustaqil bo'lmasa bo'lmaydi, ya'ni mustaqil bo'lishga tushidi degan to'g'risida so'zlayman bugun. Masalan, biz deymiz bu nimalar bor? Masalan, xalqaro qonun bor da, bu qonunlarda men hozir sizlarga nomerini, ismini deb bersam, bu qonunlarning inglizchasini tep olamaysizlar. Tushunishli bo'lish uchun mana qonunlar bor deb o'tibdi. Sizlar mening kitobimdan ko'rib olsanglar bo'ldi. Masalan, resolutionlar bor, 2627 resolution General Assembly'dan chiqqanda, BDT'dagi, undan keyin 2625 resolution, 1541 qonun, onundan keyin 1514 degandeklar. Çünki bularning chapterlari, nurg'un chapterlari bor buning ichida. Shuni qarab baxsanglar, shu o'z taqdirini o'zi belgilash bo'yicha mustaqil bo'lish, mush qonunlar qarasanglar, shu qanday bo'lib mustamlika qilingan zamin mustaqil bo'lish kerak. Ya'ni Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishiga nima uchun bu qonunlar bo'yicha butun shart-sharoiti tushidi? Nima uchun dunyo ko'z yumdi degan narsa bu kitobda yozildi. Undan keyin
genocide yani qirg'inchilik qonuni bo'yicha qirg'inchilik convention bo'yicha nima uchun Sharq Turkiston mustaqil bo'lishi kerak? Ya'ni bu genocide conventionda deydiki bir davlatda masalan bir yerda bundan shaklda bo'lsa, undan qirg'inchilik bo'lgan bo'ladi deydi. Undan UNESCO'ning mu miyada yezib qo'ygandim. UNESCO'ning mu bu to'g'rida degan bir qonuni bor. Muşu öz taqdirini özü belgilash bo'yicha mustaqil bo'lish uchun xalqlar cho'qim mustamlika qilib olgan davlatning xalqlaridan ayrim, ya'ni ularning nations'i, ularning ulusuning birisi bo'lmasligi kerak deydi. Chunki shunda xalqlar mustaqil bo'la oladi degan shu UNESCO'ning qonunida yozilgan. Endi Sharq Turkiston xalqi China Xitoy masalan nation nima ulus davlatiyman deb ulus quryaptiman deydi. Undan esa Xitoy bir ulus davlatimi. Xitoy bizni mustamlik qilib oldi. Men bu kitobda asosan bu imperiya Xitoy deb yozdim. Ulus davlati bo'lsa, Sharq Turkiston xalqi Xitoyning bir ulusi hisoblanadi. Qanda bo'lsa, Sharq Turkiston xalqimi bir ulus hisoblanadi. Xalqaro qonunlar bo'yicha agar u yerda qirg'inchilik bo'layotgan bo'lsa, bo'pmida bizga qirg'inchilik bo'layotganligining o'zi zaten biz Xitoyning ulusi bo'lmaganligimizni ko'rsatadi. Ani uningdan burunmi qirg'inchilikdan burunmi nima uchun Xitoyning ulusi bo'lmaganligimiz mustamlika qilayotganligini isbotlandi. Ammo u mustamlika degan narsani bir chetga qayirib qo'yib tursaqmi, zodi biz Xitoy ulusining bir qismi bo'lmagan. Xitoy o'zi bizning bir qismimiz, ya'ni bizning bir qismi qilyapmiz, bizningki nation deydi. Bu kitobda men Xitoyning hech qachon Sharq Turkiston xalqini, ya'ni Chinese nation degani bilan bir qismi deb mundaq ko'rmaganligi, Uyg'urlarning unda ko'rmaganligi. Ya'ni bir davlatning nationsi shu ulusning bir parchasi bo'lish uchun qanday shart-sharoitlar hozirlanishi kerakligini yozdim. Men oldi bilan shuni demoqchi, tushuntirmoqchi hozir. Masalan, bir davlatning ulusi bo'lish uchun Xitoy buni o'zi biz nation state deydi-ku, o'zini Uyg'urlarni, asalliq millatlarni hammasini ulusi, biz ulusning bir qismi deb qaraydi. Amaliyotda Xitoy mush hukmni butunlay xato tushuntirgan. Masalan, Jonghua Minzu deydi Xitoy. Jonghua Minzu deganida butunlay Xitoy xalqiga qaratganda bu Jonghua Minzu deganda. U hargizmi butun masalan Amerikada shu territoriyada yashaydigan butun xalqlar mush davlatning ulusi degan narsaga Xitoy asli qaratmagan. Bu kitobda shu narsalarni hammasini misal keltirdim. Sun Yat-sendan tortib Deng Xiaoping, Mao Zedong, Deng Xiaoping bular hammasi hech qachon bu Jonghua Minzu deganni mush assimilyatsiya qilib boshqa millatlarni yug'urib Xitoyning ichiga akirib yo'q qilib bitish faqat Xitoy millati ham Jonghua Minzu bular uchun. Jonghua degan so'zning kelib chiqishi shu. Endi Mao Feixiaotong deb bir nimasi bor, Xitoyniki bir akademik bor. Buning bir kitobi o'qib baxsanglar bo'ldi. Kitabın ismi Jonghua Minzu Doyuan Yiti Ge deydi. Bu degani har xil ko'p Xitoy millati, har xil ko'p millat, yani Jonghua millati degani nation demoqchi-da. Bu Jonggoning nationsi, ya'ni ulusi butun nurg'un millatlardan tarkib topadi deb ashta deydi. Ammo u kitobni o'qisanglar, men u kitobdan bu kitobimga misol berdim. Bu deydiki, Zhangzhengshi deydi, urush davridan tortib Chunchoushga qadar bizniki mushada necha ming 1200 ming kitob deganni unutib qolibman. Ashunda bir davlatlar bordi. Bular hammasi biz Xitoylar bularning hammasini sumirib oxir kelganda bu davlatlar, bu ushoq davlatlar 10 necha bo'lib qoldi. Keyin barobar birlashtirib birga tushdi deb azlidi deydi-da. Deb deydiki, ammo u ochiq oshkora butun asalliq millatlarni, ushoq boshqa millatlarni biz assimilyatsiya qilib Xitoy qilib yetishimiz kerak. Bu Jonghua Minzu deganim faqat Xitoyga qaratildi demagani bilan u deydiki, shu hozirgi Xitoyning akademiki uchu hamda shu millatlarni tadqiq qilgan. U deydiki, implicitly deydi-da, yoshirin bir shaklda imo qilib deydi, biz Xitoylar deydi, agar qinimizni tekshirtiradigan bo'lsak, ichimizdan nurg'un boshqa millatning qini chiqadi. Agar u qonlarning hammasini orib etsak, bir Xitoy degan bir millat qolmaydi debchi. Demoqchi bo'lgani biz sumirib o'zimiz qilib deydi. Ya'ni o'zimiz qilib Jonghua millatini ulus degani faqat bir Xitoy millatining ulusi uchun nurg'un millatlarning emas, o'zimizga yo'qitimiz deb ashta deydi. Sun Yat-senmi ashta deydi. Sun Yat-sen aslida nima? U hamda biz territoriyaga qarashimiz kerak. Sonimizning ko'p bo'lishi qarashimiz kerak. Biz bloodline, ya'ni Jiang Binglin degan Xitoy o'z vaqtida yo'q, biz Xitoy qinining saqlig'ini saqlashimiz kerak deb buni bilan bek talashgan ekan. Lekin bu Sun Yat-sen ching turdi. Biz qonning saqlig'ida emas,
bu bütün milletlerning hammasiniki masalan u Amerikada o'qigan bo'lg'achqa ham Yaponda o'qigan ekan o'sinjoqsan ham Yaponda qonning soplig'ini ham Amerikadagi har xil millatlarningki har xil etniklarningki bir davlatda civic nation ya'ni ulus nation bo'lsin ikkilisini o'rganib bu ammo ikkisini bir confuse bo'lib ketgan ekan shu qarishtiriblar bu ham deydiki bütün millatni akirib Amerikadagi bir biz bloodline ya'ni qonga qaramasligimiz kerak qonning sopligi muhim emas deydi ham yana akiliblar biz Cumhuriyet milleti, biz Xitay milleti deb, yani bu Xitay milletçilikidimi, bu çin turdi. Mao'ga kelgandimi şu, mesela Mao'ninki bir gepi bor. Biz international communist bular deydi biz şu territoriya yani uşaq milletler ba territoriya bizni uşaq millet deb qaraydi. Çünkü senning yozganlarda bizni şu aqid qolgan millet Tibet, Mongol, Sharq Turkiston degan uşaq millet deb qaragan. Bu nimada deydi da bu Mao deydi. Mao'ninki bir ming qanchinchi yili 1938 deymi. Shu vaqtida yozgan maqolasi bor. 38 emasmi ya? Shu kitob qarab baqsanglar bu mening kitobim. San hozir unutib qolibman. Shuningda deydi, bu deydi, yozgan o'zindisi bor Mao'ning shu maqolasida yozgani. Shuni deydi, biz we don't want to minority nationalism deydi. Biz azsalliq millatlar kerak emas deydi. We need communism deydi. Çünkü bizge komünizm kerak deydi. Komünist kerak deydi. Onun için bizge regionalism kerak emas, region kerak deydi. Bu degani Mao'ning shu vaqtida. Komünistlar bo'lsa, masalan, hammasi bizninki nimamiz bo'ldi demoqchi. Ya'ni kommunistlar bo'ldi ekan, bizga assimilyatsiya bo'lib, bizning nation bo'ldi demoqchi-da, o'zining nationni, ya'ni ulusni cho'qim hammasi kommunist bo'lish kerak deb qaraydi. Bu Sharq Turkiston uchun, boshqalar uchun mumkin bo'lsa, Sharq Turkiston uchun mumkin bo'lmaydi, chunki Sharq Turkiston xalqi bir musulmon xalq, kommunist bo'lmaydi. Kommunist bo'lmaganligi uchun albatta Xitoyning bir ulusimi bo'lolmaydi bu yerda. Ulusi bo'lolmaganini o'zlari ko'rsatyapti-da, o'zlarining shu dohiylarning gapi qarsanglar. Onun için bu region, bizge region lazım, bizge bölge lazım deydi. Uya lazım. Regionalism emas deydi. Yani bu bir central administration, yani onda degani yuqoridan bir tutash boshquradigan bir o'lka tuzumi qilamiz, rayon tuzumi qilamiz. Unda hamma rayon o'zining o'z oldi qilgan bundan narsa kerak emas deydi. Demak, ya'ni qaytib elib sumirib yo'q qilib o'tish, ya'ni bularning kallasidagi ulus degani faqat birli millat Xitoy. Ammo bu xalqarodagi ulus hukumi şu territoriyada yashagan xalqlarning, şu davlatga mansub bo'lgan, ya'ni şu davlatni mening davlatim deb qaraydigan xalqlarning toplumi ulusda, diye şu bir davlatning adamlari ulus oldu. Ama bu Xitoyning kallasida agar Xitoy, biz bu Xitoyning bir qismi emas, agar Xitoy bu Xinjiang bu nima deydi? Xinjiang Şinjung'da bu fundaydı o, Xitoyning ayrılmaz bir qismi edi. Deydi Sharq Turkistonning o'zining nimalarda sapsatillarda. Undan keyin mushu bütün 56 asalliq millat bor, Jungo'ga qaraydi deb o'zini nation state deydi. BDT'da nation state deb tizimliqli. Ammo nation state bo'lsa, sen nimishki bir etnik Xitoyni ko'tirib chiqsa, o nation state emas, ethnic state. Ama sen colonize qilayotganliging uchun boshqalarni, boshqa millatlarni, sen bir imperiya, xalqning territoriyasiga kirib olding. Sharq Turkiston bir davlatda, bir quruqya emas desam, bundal qaytib olgan bir territoriya emas. Sharq Turkiston Cumhuriyet qurilgan ikki qitim. Xitoy kirib olgan vaqtda ham boshqa burunqi Yoqubbekning u vaqtlarni Manjuga hisoblасakmi, ammo Xitoy kommunistning kirgan vaqtda o'tgandim so'z o'tib birinchi darsimizda. Sharq Turkiston bir davlat desan, Sharq Turkistonning hozirgi xalqarodagi state integrity law, ya'ni bir davlatningki davlat butunligiga tajovuz qildim. Amaliyat onu öğretlam, Sharq Turkiston to'g'riliq xalqarada bir gap chiqsalam, mening davlat butunligimga tajovuz qilma, ishga ishimga aralashma deysan. Sen nimishki Sharq Turkistonning davlat butunligiga tajovuz qilsa, sen asli qilgan, tushunami? Shu Xitoyniki mushtan emas. Endi bu Xitoy o'zimi ashta inkor qilib keligilik, ya'ni Sharq Turkiston xalqining Xitoyning ulusi emasligini Xitoyning dahilleri, Xitoyning siyosati hammasi isbotlab turibdi. Hatto bu hozir bo'layotgan genosidni eng yuqori shaklda isbotladi. Uningdan boshqa endi nation zot endi ulus bo'lish uchun qanday sharoitlar bo'lish kerak deganda Anthony Smith deb shu bir millat va uluslarni tadqiq qilgan bir shu tadqiqotninki otisi bor. Shuningki shu odamninki nimasida muloyisiga qarsanglar, shuni yezishicha bir davlatning ulusini ulus bo'lish uchun, bir ulus millat hisoblanishi uchun
u davlatda yashayotgan xalqlar ichki va tashqi jihatdan mundaq shart-sharoitlarni hozirlash kerak deb bu odam ikkiga bo'lib yozgan. Ichki va tashqi jihatdan. İchki jihatdan deydi, shu xalqlar o'zlarini men ilqibimda. Men mushu davlatning adami deb e'tirof qilish kerak. They should have a feeling deydi. Shu davlatga bir hissiyoti, tuyg'usi, ya'ni men mushu tuproqning adami deb o'zini ashta e'tirof qilish kerak deydi. Bu ichki jihat. Masalan, buni deydi, bu odam deydi, davlatlar buni qanday yetishtirdi deganda, masalan, mandatory ama nimba o mecburi ma'rif orqali xalqni vatanparvar qiladi, yetildirdi. Ya'ni siz mushu education qaysiniki ma'rif sistemasidan, shu davlatning ma'rif sistemasi sizni kichigingizdan cho'ng qilib shu yerda o'qitib yetishtirgan bo'lsa, siz shu davlatningki ideologiyasi bilan shu davlatga sodiq mundaq bir cho'ng bo'lsizda, endi shunday qilish orqali ularni vatanparvarlik tuyg'usini yetildirib, ichki jihatdan ma davlat mening deb e'tirof qiladigan qiladi deydi. Şarkı Türkistan xalqida shunday bir tuyg'u bormi? Yo'q. Garchi Xitoy buni fake, ya'ni yalan bir artificial, ya'ni bundaq bir yalan shakldagi nima deymiz? Yalan deb tarjima qilsam bo'lamdi, artificial. Yasalgan Yasalma şekildeki bir milletni, yani nation'ni payda qılıman deb doktrin qıvatıdığı, elə bütün mecburi marifı var, hatta re-education camp deb bu kamplarga apırıp u yerdə keşkiçi bu propagandasını ügütüp hemmisi kündü siyasi hizmetinden bunda qığını bilenmi, bu yasalma şekildeki bir ulusunu payda qıldı. Hergizmi Xitayga sadiq, yani Xitay dövləti mening dövlətim deydigan bir gerçekni Xitay yo'qtamadı, yo'qtanma deydi bunu. Çünkü bu gerçek, bu bir paket Şarkı Türkistan'daki tecavüz kılınganlığı. Şunu bunu yo'qtanma deydi. Mesela addi bir misal alayım. Futbol müsabakası bo'lganda mı bizning bolalar hech qachon Uyg'urlar Xitoyni qo'llab, Xitoy uftisti demaydi. Shunday o. Demek o Xitoy davlatini o'zining bir nationsi deb hech qachon Uyg'urlar qarag'ini yo'q. Bu ichki jihatdan, internal tarafdan nim qilgandimi, Uyg'urlar hech qachon unda bir hissiyoti bo'lgan, tuyg'usi bo'lgan emas. Özümü Xitoyniki bir ulusi deb e'tirof qilingan emas, Xitoyning ulusi emas Uyg'urlar. Endi tashqi jihatdan deydi, Anthony Smith deydi, tashqi jihatdan bu ulus bo'lish uchun bu uluslar cho'qim siyosiy bir funksiyasi bo'lish kerak deydi. Ya'ni siyosiy bir roli bo'lish kerak u davlatda deydi. Ham qonuniy bir roli bo'lish kerak, qonun tarafidan qo'g'dilingan bo'lish kerak deydi. Uyg'urlarning siyosiy bir roli bormi? Anadaki teritoriya nimasi bo'lish kerak deydi. Teritoriya huquqi bo'lish kerak deydi. Masalan, ma öy mening, ma yer mening, ma zimin mening, ma davlatimning ko'chisi deydiganchu, shunda bir narsa bo'lish kerak deydi. Ya'ni yer huquqi bo'lish kerak. Shu yer ko'chalarda menish, uylarda yashash, setib olish, ashta huquqlari bo'lish kerak. Teritoriya huquqi deydi. Bularning hech qaysi Sharq Turkiston xalqiga berilmagan. Undan so'ng yana Xitoy qaysi yuzi bilan Sharq Turkiston xalqimi mening bir ulusum, yani Xitoyning bir parçası bu xalqmi deyalaydi. O'tganda ziminni so'zlagan, bugun xalqlarni so'zlaymiz. Ya'ni xalq Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlari bu yerdagi qandami Xitoyning bir ulusi bo'lsin. Chunki bu shartlarning hech qaysiga tushmaylik. Masalan, boshqa davlatda yashasangiz, siz citizen, grajdan bilan ulus boshqa, grajdan bo'lib shu davlatning ulusi bo'lsangiz, sizga shu davlatda siyosiy huquqingiz bo'ladi, masalanchu. Ani qilish, mani qilish, so'zlash huquqingiz, bilet tashlash huquqingiz demokratik bo'lmagan davlatlardami sizningki bir siyosiy huquqingiz bo'ladi. Ya'ni shu davlat mening deydigan, u davlat uchun gap qila oladigan, ammo shta bir huquqlaringiz bo'ladi-da, nurg'un tajovuzchilikka uchirmaydigan huquqlaringiz bo'ladi. Andan keyin qonuniy jihatdan qo'g'dilsiz, birisi sizga askilik qilsa yoki o soqchilar xohlagancha kirib sizni so'lab, hozirgi qirg'inchilikdek bunda qilolmaydi-da, chunki o'zining xalqi, o xalq shu davlatning egasi bo'lganligi uchun qonuniy jihatdan qo'g'dilinish kerak. Ammo Sharq Turkiston xalqining bularning hech qaysi yo'q. Shu bu kitobda men masalan siyosiy jihatdan qanday huquqi yo'q. Qonuniy jihatdan qanday qo'g'dalmadi deganda genosidga bog'lab tushundirdim. Hozir ikkinchi qismda men bu nima uchun genosid bo'ldi? Masalan, genosidga bog'lab tushundirgan bilan hozir ba'zi akademiklar aytadi, bu genosidga kirmaydi deb turib oldim. Ammo bu kitobda argu qildim, talashdim, ya'ni munozir qildim. Nima uchun genosidga kiradiganligini munozir qildim. Undan keyin genosidga mushta kirib bo'lsa, demak, hech qanday political bir functionsi, siyasi bir functionsi yo'q bu xalqning. Qonuniy jihatdan qo'g'dalmagan, legal functionsi yo'q.
Territorial functions'ı yok da. Territorial mesela Bingtuan qandaq tajavuz qildi. Settler colonialism yani. Xitay köşmenlerini qanda ekilip qaysı qanunlarga qanda mesela xalqaradagi qanunlarga aykırı to'g'ri kelmaydigan o'zining qonunlariga to'g'ri kelmaydigan qanda tajovuzlarni qildi. Mushundaq bir holatda Sharq Turkiston xalqi Xitoyning ulusi emas. Demek Xitoy bir imperialist. Ulusu bo'lmagan bir xalqning xalqaradagi qonun bo'yicha sen shu davlatning ulusi bo'lmasang, sen mustaqil bo'lishing kerak. Masalan, Quebec'nim deb mustaqil bo'lamni deb bizning ma'u Kanadada deganda, Quebec'ninki deydiki ben Fransuzlar yaşaydı asasen. Fransuzlar yaşayan ki bular biz Kanada'ga ayrım etnisite buluş gerek, ayrım bir xalq buluş gerek şu devletten değil mi? Ayrım desimi o Kanada'nın Supreme Court'ta 1981 yılı bu deyme şu vakti çıkan kararda 91 yıl çıktı mı ya? Yıl isim yok tutamayın kalın. Şu kanunda deydi ki Quebec halkı Kanada Nation'ın ulusunun bir parçasıydı. Çünkü Kanada'daki Nation ulusla enjoy yani bəhrəmən buluvatqan siyasi, territorial yani teritoriya, kanuni ve bütün sosyal, ekonomik ve başka bütün hukuklardan oxşaş bəhrəmən buluqluqdaydı. Hiç qanday bir ilqi oxşamaydigan yani çətkik qılğan bir yeri yox deydi de. Unda ikən demek bunda bulatqan əhval aslında sen muşu dövlətin bir nationsi deydi. Bu dövlətin bir nationsi bolsan, bu hukuklardan oxşaş bəhrəmən bularsan, əmsi yəni qaysı səbəb bilan mən mustaqil bolaman deyələysə deydi. Şuna bular mustaqil bolamdığım. Şunu aşağıda. Endi şuna oxşaş ama bizninki genocide'da bu yerde genocide buladı. Sen Xitayning bir ulusi emas. Biz xalqaraga men bu kitobni dedim sizlarga, xalqaradagi sotqa bir kez bo'lsin deb yozdim deb. Shu qandaqsiga sen Xitayning bir ulusi bo'lsa, ulusi bo'lanmi? Bu millat, bu xalq Xitayning bir ulusi emas. Bu yerda qirg'inchilik bo'ladi. Qirg'inchilik emas deydiganga nima farqiting bor? Masalan, bu kitobda nima sababdan qirg'inchilik deydiganligini hammasini aniq tushuntirib yozdim. Mana sabablardan buni qirg'inchilik deb tushuntirishimiz kerak ve qirg'inchilik bo'layotganligi uchun bu yerda Xitoyniki bu davlatni bu Uyg'urlar yani Sharq Turkiston xalqi bu yerda qirg'inchilik qilayotgan bir davlatdan mustaqil bo'lish kerakdir. Masalan, nima xalqaroniki Security Council'niki qirg'inchilik bo'layotgan bo'lsa, u yerga aralashib bu xalqni masalan qirg'inchilikdan qutuldirish uchun peacekeepingni avatib bu yerda yoki NATO'ning aralashib bu xalqlarni masalan Kosovo NATO'ning aralashtirib mustaqil qilishga yordamlashmasmi? Bu genocide'ni to'xtatish mecburiyati bor bu qonun bo'yicha 1244 resolution bu shu 1244 resolution Security Council'niki. Shuningda deydi kirishni isbotlaydi, ammo shu men hozir shu resolution tepsilarga o'qib beraychim. Ama bu resolution'da mesela Kosovo'ga kirgan bular 1999 yıl çıkan to'g'ri deb 1244 resolution ekan, it was created by Security Council tarafidan chiqarilgan. Buningda masalan sizlar 90 shuningda deydi-da court need to determine whether the Declaration of Independence violated either general international law or less specially created. Okay. Şu bu court ICJ karar berdi deydi. Yani bu nimeninki bularninki mustaqil bo'lish bo'lmasligi mushu davlatninki masalan bir davlatni mustaqil qilmasak shu davlatninki ICJninki reportida deydi-da buni. Muşu devletninki devlet bütünlüğüge daxli tariz yetkizmemdu degan narsani deydi de. Şu agar bir davlatda genocide bo'layotgan bo'lsa, u yerga peacekeeperlar kirib genocide'ni to'xtatish uchun kirimiz desa, u davlatning sen mustaqil yani xalqarodagi mustaqilligiga tajovuz qilding, u davlat o'zi to'xtatish kerak degan bunda bir qonun bor-da, u davlat bütünlüğüge tajovuz qilding degan. Ammo shuning uchun Xitoy bu yerda mesela bunu dese Kosovo'ga kirdiği deyişinler mümkün. Kosovo'ga kirgandagi sebep bu yerda Kosovo'ninki şu vaqtida Yugoslaviyada, o Yugoslaviya parçalanıp ketgan deydi bularcha. Yugoslaviya parçalanıp ketgan ahvolda bo'lganligi uchun u yerda nima genocide'ni to'xtatish uchun, qirg'inchilikni to'xtatish uchun kirdik. Yugoslaviya bir mustaqil davlat bo'lsa, avval sen Yugoslaviya o'zing bu yerdagi jidalni to'xtatib, davlat o'zining majburiyati bo'lishi kerak deydi. U davlat u majburiyatni o'rindayolmaganligi uchun biz u yerga kirdik deydi-da, Security Council, NATO'dan kirdik deydi. Ankin bu nimaninki, ama Security Council'ning u vaqtda
NATO'nun kirişiga hozirgacha bek ancha bek qo'llab ketmagan ashta ahvollar bor. Andan keyin masalan genocide bo'layotgan yer Rwandadek masalan Tutsi bilan Hutulardek etnik bir konflikt bo'layotgan bo'lsa, ya'ni bu yerda bir davlat uni bir turduramagan bo'lsa-chi, uni keyin xalqaro aralashish huquqi bo'ldi. Masalan Myanmarda o military askarlar nim qilyotdi-da, endi musulmonlarga, Rohingya musulmonlarga tajovuz qilib qilyotgan mana ish bor. Shu bizniki Sharq Turkiston xalqining bu genocide tütün o'xshamaydi, xarakteri hamma nimasidan o'xshamaydi. Nimishga deganda bu state genocide, ya'ni davlat şu devlet özü kıvatsa bu genocide'ni. Sen o devletki bu genocide'ni toxtat desen, o genocide'ni özü kıvatqa adam kanda toxtunu. Mesela cinayetçini bir adamını öttürayotgan bolsa, şu bu adamlarni öttürəşnəgə özü məsul bulup bu yerdə tinchlik paydo qiladi desa bu bir kulkilik ahvol. Chunki Xitoy davlati o'zi qilyotidi. Bu yerda Xi Jinping yoki Chen Chango qilyotidi deyamaymiz. Chunki Xi Jinping mu individual bo'lgan bilan Xi Jinpingning maqsadi, Chen Changoning maqsadi bularning chiqargan planlari hammasi bular shu kommunist partiyasiga vakolatdan chiqirdi va Xitoy davlatini faqat birlik partiya Komünist partisi so'raydi. Bu yerda necha partiya ham yo'q. U partiyaning qilayotgan ishi yoki bu odamning qilayotgan ishi shaxsning deyamaymiz-da. Shuningga bu yerda shu Xitoy davlat qilayotganligi uchun Xitoy davlat qilayotgan tajovuz boshqa masalan qirg'inchilik boshqa dunyoning nurg'un qirg'inchiliklaridan farqlandi. Masalan Yahudilarnikiga biroz o'xshab ketadi, jiqaroq o'xshaydi asosan. Chunki German davlat qilgan Yahudilar qarshi jinoyatni bizninkigimi davlat qilyotdi. Yani Yahudilarniki o'xshaydigan nurg'un yerlari bor. Masalan, deyman misol qilib berman. Shunda bo'lganligi uchun bu davlat qilayotgan bir qirg'inchilik bo'lganligi uchun u davlatdan ayrilib, o davlatni qo'g'lab chiqarib, mustaqil bo'lmay turib, qandoqmi bu qirg'inchilikni to'xtatqani bo'lsin. Ya'ni-da bu kitobda men shuni argu qildim. Endi unda bo'lsa genocide emas, u yerda qirg'inchilik yo'q, bu davlatning kelqi Mesela hazır Araplarni apırıp deydiği biz terrorizmga, bununla karşı duruş için çıkargan bu siyasi nimdeyimiz, siyasetlerimiz, policy'lerimiz yani deydi de bu Xitoy. Mesela xalqaranın közünü boyadı. Ameliyatda bu yerda qirg'inchilik bo'layotganiga hammadan biladi. Endi qirg'inchilik bo'layotdi deblam deyamaymiz. Chunki hozir xalqaro baslangi qirg'inchilikningki qonuni qarsanglar article 2 ikkinchi inglizcha bildiganlar bilisizlar. Echib qarab baqsanglar shu qonunga Aşının definition'a, Genocide Convention'ningki article 2 qarsanglar bir millatni deydi. Bir millatni onun dini onun erki, onunki milleti, yani erki, yani etnisity ve erki, nationality o'xshamaganligi ashular tüppeylidin yo'q qilaydiman degan niyat bilan tövendeki 5 ishni qilsa deydi, 5 kategoriyani ko'rsatdi, hamda act deydi. Chunki ashuni qilsa bu genocide'ga kiradi deb 5 hareketni ko'rsatgan u yerda qilganida. Endi shunga bu genocide Munda bizni mesela o'tira bu 5 ning hammasiga tushirgan o genocide bo'ldi-ku desak ham isbotlangan bo'lmaydi. Mesela bu 5 ning birinchisida cho'qim bir top bir qismini yoki shu xalqlarning hammasini yoki bir qismini o'tirayotgan bo'lish kerak deydi-ku. Anikin ikkinchisida deydi planliq tug'ut deb ketmam, sterilization tug'utni cheklashni yo'lga qo'yib adamlarning ko'payishini yo'q chiqargan bo'lish kerak deydi. Bir qismini va ko'pinchisini yo'q qilib o'tish kerak deydi. Buni bizga tushidi, o'tirayotganimiz tushidi. Undan keyin bolalarni olib ketib boshqa kültürde cho'ng qilgan yoki boshqa yerga yo'tkayotgan bo'lsa bu genocide deydi. Buni bizga tushidi. Bizning bolalarimizni akitib bordi. Andan keyin deydiki bir vayronchilik paydo qilgan, ya'ni shu destroy shu xalqningki butun hayotini vayron qilib o'tish uchun, masalan, och qo'yib yoki suvsiz qo'yib yoki o't qo'yib degandekda, masalan, bizning Sharq Turkiston xalqini qildi u och qo'ydi, forced labor deb bir-biridan ayirib oila bo'yicha vayron qilib, eng basic structuredan tortib, eng basic, eng asosiy qurilmasidan tortib, jamiyat qurilmasini Uyg'urlarning vayronlik qilyapti. Bu mu tushidi? Undan keyin yana bir sıfat 5 türlük namin dedim mi? Yani demedim bu ya. Aş türlerini çıkıp emmislam 5 türlükten ben karsam emmislam düşürdüm. Ama işte düştüğü deplam genocide diyemeysen deydi. Çünkü bularını kığını bilen genocide'da mens act ve mens ria da işki nasip var. Birisi niyet. Bu milletni, muşu dini
va irqiy va nimasi bizga o'xshamaganligi yoki shu tupayldan ya'ni men sening diningni yaxshi ko'rmayman deb yoki sening millatingni yaxshi ko'rmayman shu bu millat yo'qolib ketsin bu din yo'qolib ketsin degan niyat bilan mushu ishlarni qilayotgan bo'lsa deydi endi xitoy qo'pib deydi birinchisi xalqaro deydi unda to'plab akilib yugoslaviya bosniyadagidek 8 ming o'g'il bolani to'plab olib o'tiryapti xalqaroning ko'zida tatatlatib miltiqlar aytayotgan bir ish yo'q kelling degan birinchi shart buningda yo'q deydi masalan shu o'tiryotgan osh ak uni aniq bir nima tep chiqolmaymiz ammo yoshirin o'tiradi da u o'lgan asta asta qilyotdi bir qitim bilan 1 minutdan ichida o'tmagani bilan shuni uningga tushadigan nurg'un narsalarni yozdim endi buningda niyat mushu millatni yo'qitib etish deb zodi mushu millatni yo'qitimiz deb shu millatni to'plab olib unda qilmagan deydi qandaqsiga unda qilmagan bo'ladi chunki mening bu yerdagi argu qildig'im debate qildig'im bir millatni san agar shu millat sanga o'xshamagan boshqa bir millat bo'lganligi uchun uning dini sanga o'xshamaganligi uchun o'ttiryapsa undan niyati yo'q bularni terrorist deb o'tiryapti anda nima radikal deb o'tiryapti yoki tutib bularni tarbiyalayapti degan quruq gap masalan nimishki quruq gap chunki agar unda bo'lsa sen u yerda bir terrorist bo'lsan nimishki yoki shu terroristni yoki shu jinoyat ishlagan odamni qilmaysan butun xalqni sistematik uyg'urlar bo'ladi ekan musulmonlar bo'ladi ekan tutsa tushunami musulmonlar bo'ldi ekan uyg'ur bo'ldi ekan bu sistematikda that's not a random arrest xohlagancha mana jinoyat va ana jinoyat va deb jinoyat ishlagan yoki kallasi mundaq deb tutyapmidi-chu xitoy bu yerda o'zi oshkorladi uyg'urlar bo'lsa kim bo'lishidan qat'iy nazar kichik bola bo'lamdi qeradan bo'lamdi hammasini ham tutqunladi round up deydi-ku changchango hammasini round up qilingadi hammasini tutqun tutdi andan keyin bunda tutish demak isbotlaydi niyatini demak sen bularning dini tüpeyledin, milleti tüpeyledin, aşının kalan atak kuvvetse diyenini gösterdim. Yani mesela nurgun bizdeki nimeler oldu, uprising, nimo, kozgulanlarımız oldu Xitayga karşı. Bu şu kozgulanlardan mesela şu kozgulanlar katnaşmagan, koçuda kitip ağan adamlarını urup öttedi, tuttu. Oğulcu vakasını mı şunda kıldı, ölümcü vakasını mı şunda kıldı. Şu bu yerde bir politikal niyet bilen yani bula kozgulan katnaştı, bu siyasi hatalık ötküzdi deb tutmaydı Xitoy bu yerda. Bu yerda faqat Uyg'urlar bo'ladi ekan. Sen u qo'zg'olonlar qatnash ko'chada ketmasangmi, seni shuni tutayotgan gapda. Unda bo'lgankin bu Xitoyning niyati aniq, ya'ni Uyg'urga bo'lgan bir o'chmanlik bor. Bu o'chmanlikni Xitoyningki shu nimalardan bu niyatga yo'qitib yutaman degan. Ammo bundaq yo'qitib yutish niyati genosidening eng boshda bir o'chmanlikdan chiqadi. Eng avval bir o'chmanlikni turg'izish kerak. Qarshi tarafni enemy düşman hesaplash kerak. Düşman hesaplaganda uningdan o'ttiraleysan. Ham sen qarshi tarafni narsalashtirishing kerak. Chunki bir jonliq narsani o'ttirishdan jeni yo'q narsani buzib etish, vayron qilish oson. Shuna bo'lgankin bu Xitoyning niyati bu yerda ko'rinyapti. Agar Xitoy niyatini, masalan, bizni narsalashtirib bir xuddi yahudilarni o'z vaqtida shu nasistlar yahudilarni qurut, insekt, yana insekt nima deydi? Qurt emas. insekt nima deydi qurt qo'ng'iz demdi hasharat 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 onundan keyin ashta narsalarga o'xshatganchu ashta deb o'qishtirib hasharatlarni yo'qitamiz deb u yahudlarni ashta o'tgan biznimi masalanga deydiku Xitoyniki amaldorlari bo'yliqi nimalarni o't cho'plarni nima ochliqlarni saqlab qilish uchun o't cho'plarni o'ldirish uchun ximiyalik narsa o'g'itchachimiz shuningga o'xshash bularnimi o't cho'plarni yo'qotganda yo'qotish kerak deb bizni o't cho'p o'xshatdi masalan uchun narsalashtiryapti-da bu yerda. Undan keyin bu musulmonlarni bularningki ideologiyasi hastalık kasallik ideologiya islomni kasalga o'xshatdi endi-da dinimizni. Bu bir kasal tumor deydi. Rak kasali, rak tumori bu. Rak nimasi debchi. Ashta rak kasaliga ashta o'xshatdi-da narsalashtirdi. Unda bo'lgankin andan keyin mesela Xi Jinping degan birinchi qo'l high level official da yuqori darajalik amaldor. Aniki Uyg'urlarnimi ashunga o'xshash mesela narsalashtiryapti. Narsalashtirib bu rak kasali debchi islomni rak kasaliga rak cancer tumor deb ashta dedi. Undan keyin o't cho'plarga o'xshatdi bizni. Undan keyin Xi Jinping birinchi qo'l amaldorda u amaldor bizni dediki absolute no mercy dedi. 2014 Urumchiga ziyoratga borgan vaqtida Xitoy saqchilarininki Sharq Turkiston xalqini
karşı Şark Türkistan halkını tutuduğun korallarını kögen vaxtıda bu koralların ola hiç nimege yaramaydı, bek aciz depçim. Qat'iy rahim qilmaslik kerak dedi. Demek bir yuqori darajalik amaldor qat'iy rahim qilmaslik kerak degan narsa uning o'limga bularni o'ttasang bo'ldi. Nima qilsang bo'ladi. Ya'ni rahim qilmading degan gap uning bir cheki yo'q-da, uningki manchilik yagichi rahim qilma degan narsa emas u. Absolute no mercy. Maxsi. Qat'iy rahim qilma degandan keyin nima ish qilsang bo'ladi boradi-chu. Uningdan keyin u yerda tutib bu Uyg'urlarni tutib so'lagan vaqtidami, shunda bizga yo'l yo'riq pa nima ish qilsak bo'ldi ekan-ku deb xohlagancha o'ttirdi. Demak, bu yuqori darajalik amaldorning bergan so'zi o'ltirishga yo'l ochgan bir yeshil chiroq, ya'ni. Buning o'zi niyat. O'lta degan niyat planni ko'rsatadi, u niyat buningda bor. Buning niyati ularningki planlari bilan birlashgan. Ya'ni men nimaningki shu UN'ninki BDT'ninki bir qonunini misol keltirdim, resolution'u deyman. Hozir esimda yo'q. Kitob qarsanglar bo'ldi, men izlab yurmay deb kitobni ochmadim. Miyat u yoq bu yoq qilib sizlarning vaqtinglarni olmay kitobni debchim. Ochmadim. Oshningda deydiki, agar bu niyat bo'lish uchun bu davlatninki bir mesela devlet şu narsani, mesela state genocide'da devlet planlagan bo'lish kerak buni deydi. Devletning plani mı niyatga kirdi deydi. Mesela Xitoyninkida texmi bek kirdi. Chunki boshqa davlatlarnikidek buni yoki bir shaxs planlab qilib shu shaxs bilan otib qilganimi bo'lmaydi. Men boya dedim, bu Xitoy davlati birli partiya. Uni planlaganlarimi shu partiyaga vakillik qiladi. O partisi devletga vakillik qilgandan keyin shu davlat o'zi, ya'ni bu Xitoy shaxslari bilan davlat o'zi bir bu yerda. Ikki narsa emas-da. Chunki bu partiya bilan Xitoy davlati bir narsa, ikki narsa emas. Shunga buni palonchi qilgan, Chingchango qilgan yoki Xi Jinping qilgan deb bir shaxsga jinoyat atiblam qutulolmaydi Xitoy. Xitoy davlati to'lam to'lash kerak bu jinoyatda. Xitoy davlatining jinoyati bu. Chunki Xi Jinpingning absolute no mercy degani, garchi u bir shaxsning gapi bo'lsa-mu, o'limga yeshil chiroq yoqqani, Uyg'urlarni o'ltiradigan yeshil chiroq yoqqan gap bu. Bu davlatga vakillik qiladi. Chunki bu aşı devletinin en yuqori amaldori, şu planlarning en baş tuzguvchisi, devlet bu nimdisi şunu anlaydı, faqat birli partiya baxtaydı. Şuna bağlılığı üçün bu niyetni muşta bularninki bizni narslashtirgan, ölümge yeşil chiroq yoqqan, mushu niyatlarning hammasi devletning niyatini ko'rsatadi. Undan keyin bu devletning tuzgan plani, xalqaro qonun bo'yicha plan tuzgan bo'lsa, o planlar niyatni ko'rsatgan. Genocide'ga kirdi, plan degan shu niyat degan gap. Undan keyin bizga qilayotgan cultural genocide. Mesela kültürümüzü yok qılıp 16 mingdek masjidni vayron qilyapti, tilimizni yo'q qilyapti, dinimizni, bütün kültürümüzü mesela Uyg'urcha yashash, musulmoncha yashash, bu kültürlarning hammasini vayron qilayotgan, kültürünü bir millatning yo'qotayotganligi shu genocide degan kitobni, genocide qonunini, ya'ni BDTga kirgan, evet o'z vaqtida mush to'g'ri kitob yozgan Lemkin, Rafael Lemkin degan polshalik adam advokat ekan, bu ash vaqtida yezib shu BDTda genocide degan bir qonunning chiqishiga sababchi bo'lgan odamda, bu o'zining o'quvchilari bilan 2 tomli cho'ng kitob yozganmish, butun dunyoda bo'layotgan genocide'lar, necha yillik genocide'larni hamda yahudlarnikini yozgan yahud adam. Bu odamninki boshda degandimi cultural genocide'mi genocide. Chunki bir millatning kültürünü yo'q qilganlik, u millatni yo'q qilayotganlik. Bu genocide'ga kirish kerak degan. Ammo Yevropa davlatlari özleriyle unda qısa məsələn Amerika, Kanada, başqa dövlətlərdəki bu indigenous people'lar var, ularning kültürünü yo'q qilayotganligi uchun bular u genocide olib qarinib ketimiz deganmi, buningga qitilmasdan qanday bo'lgan 1948 kültural genocide'ni bu BDT'dagi genocide qirg'inchilik qonuniga, genocide convention'ga akirmagan. Şuna bu cultural genocide convention'da yok hazır. Ama 2007 yılı indigenous people'lar şu cultural genocide'ni ekirimiz de bir qitim yolmandı. Onu Xitoy qo'l qo'ygan, qo'llagan, u bir munch boshqa hikoya men sizlarga o'tgandim deb degan odam tafsili keyin deb desam bo'ldi. Shunlar u qitim yana bular ekranmidi. Shuna bu hozir bu cultural genocide BDT'ning qonunida yo'q. Ammo Xitoyning bizga qilayotgan cultural genocide'ni Xitoyning bu genocide'da niyat bo'lmasa genocide bo'lmaydi deymiz, bu cho'qim niyat va action, harakat ikkilisi bo'lish kerak deydi-ku. Ammo Xitoyning bizga hozir qilayotgan shu niyatni cultural genocide'mi
Xitayning işte niyeti bağlığını, yani bu milletni yo'q qilish niyeti bağlığını isbotlaydigan bir fakt. Chunki bir milletni butunlay yo'q qilayotman degan niyeting bo'lmasa sening, masalan, unda niyeti yo'q Xitoyning deydi-ku. Masalan, bular Xitoy tarbiyalab yetibdi deydi, arab davlatlarini berib shuna deb keldim. Agar unda bo'lsa, bu milletni butunlay yo'q qilitish niyeting bo'lmasa, nemishki kultural genocide qilsa, kulturani nemishki yo'q qilsa, shunami? Shunaki bu kulturani yo'q qilishmi, bu genocide o'zi emas. Genocide başqa, cultural genocide başqa. Genocide'nin şartida çoxum hərəkət və niyyət buluş kerak deydi. Niyyətni isbatlaydı. Xitayning bizga qilayotgan cultural genocide, Xitayning qirg'inchiligining, ya'ni men genocide eliverdim. Sen qirg'inchilik demay uchun shu qirg'inchilikniki niyatini cultural genocide ifodalaydi. Ya'ni bularning qilgan so'zlari ifodalaydi, bizni narsalashtirganligi birinchi. İkinci bizga yurgizgan cultural genocide, madaniyat qirg'inchiligi bu ifodalaydi bu Xitoyning niyatini. Üçüncüsü Xitoyning niyatini burundan tortib yoki bu Xi Jinping bu CCP'da chiqib qolgan emas. Burundan tortib Xitoyning tarixiga qarasaqmi, qandoq qilib yo'q qilib o'tish boshqa millatlarni. Bularning boshqa millatlarga tutgan pozitsiyasi, o'shmanlikni, dushmanlikni qandoq tiklash, ya'ni boshqalarni dushman ko'rish, boshqa millatlarni yo'qotish uchun. Bunu qandoq tiklaydi? Düşmanlik birisini düşman ko'rsangiz, uni o'ttirma deysiz, yo'qotma deysiz. Shuna uning bilan aytishsiz. Demak, Xitoydan boshqani düşman ko'rib, yo men bo'lsa yoki sen yo'q bo'lsa deydi. Avu Ayojingning bir so'zi bor bu. YouTube'da nima harbiy maktabda so'zlagan nalik bir professor bor, Xitoy professor, harbiy bek so'zlaydi, harbiylar o'ldi deyman. Şunun sözüdümü bak, deydiki, yaxşılarını özgertadiganlarını özgertib sümürüytimiz deydi çünkü. Yamanlarını öttürüytimiz yo'q qilimiz deydi. Öttürüytimiz deb aniq deydi bu Xitoycha. Şu bu Xitoyning tarixidan qarasaqmi, Xitoyning ya'ni Sharq Turkiston xalqiga bir rahim qilib qoladigan yoki bir boshqa bir niyat bilan qilayotgan bir ishi yo'q. Niyati nihoyatda aniq, yo'qotib etish. Butunlay o'ttirib o'tish bu yerda genocidening niyati it's clear. Am niyat clear. Actionlari qanday? Actionlari bo'yicha qarasaqmi, niyatlari ochiq. Harakatlari, ya'ni qilib berayotgan policy-lari, siyosatlari, chu bularning hammasidami niyat bu yerda nihoyatda aniq. Masalan, planliq tug'ut deydi Xitoy. Planliq tug'ut deb mundaq davoladi xuddiylik population'ni, ya'ni nüfusni azaltish uchun, kontrol qilish uchun chiqadim deb mundaq atib oladi amaliyotda. Qirg'inchilik degan so'z bilan atamaydi-da uni. Ammo masalan, Adrian Zanningki statistikasi qarsanglarmi, bu nüfus shu 80% dek tushib ketgan 2017dan boshlab. 50% tushgan. Men nim qilib qo'ygandim bu yerda. Adrian Zanninkidimi deydi, shu sterilization maxsus qaysi ishki yezninkini qiladi-ku Xotandagi ko'p azizmi? Adrian Zann shu yan tadqiqotida 80% tushib ketgan deydi. Ya'ni 80% ayollarning hammasiga shu nim qilayotgan deydi. Chu Uyg'ur ayollarini bo'g'dirish operatsiyasi qilganligi uchun nüfus tushib ketgan deydi. Xitoyning o'zining statistikasi bor. Men hozir açsam Xitoyniki o'zining statistikasidimi? Masalan gap ishadi. Misol qantin topa olsanizdir ko'rsatib qo'yay sizlarga. Shara qilgan bu kitobning ichida bu qanday shara qilaman. Buningdimi shu qarasanglar 2017dan boshlab nüfus bu 2019 chiqargan statistikasi. Birth rate deydi, tug'ish nisbati uchun 50% tushib ketgan ekan. O'zining statistikasida. Shuningga bu Xitoyniki masalan planliq tug'ut demak Xitoyning planliq tug'ut degani Uyg'urlarga yurgizayotgani Xitoyning 2-3 bola asi bo'ladi deb Uyg'urlarga hech nimani og'in qo'ymay butunlay Uyg'urning nüfusini bularning planida nolga yetkazish ko'payishincha. Shuningga bu statistikasi qarsanglar, bu hozir men ko'rsatmasammi, Google qilsanglarmi xabarlardami chiqqan bu o'z vaqtida tushib ketgan uchun nüfusning qattiq tuvallab mengayotganligi Sharq Turkiston xalqining, ammo Xitoylarningki ko'payayotganligini ko'rsatdim. Shu masalan planliq tug'ut degan bu harakati, ya'ni genocide'ninki 5 turlik nimasi bor, shuning bir turida endi bu aniqlam. Shu buni hech kim rad qilolmaydi. Bu aniqlam ochiq oshkora bo'lganligi uchun planliq tug'ut bo'yicha yo'qotishni, ya'ni bo'g'dirish operatsiyasi qilish, tug'ut cheklash orqali yo'qotishni bu genocide deb e'tirof qilinglik hamisi-chu Xitoyning qilayotgani genocide deb. Undan keyin masalan Xitoyningki nimasi-chu? Masalan forced labor
forced labor degan mecburi emgek deb atadığı qulluq emgek. Bu qulluq emgek deganni ba'zan scholars deydiki, bu qulluq emgek deganlik masalan Bangladeshdimi bor bolalarni emgakka silish, bu qulluq emgek degan dunyoning boshqa davlatlaridami bor. Bu degan nima tepish uchun deydi-chu. Profit maximization bo'lishi mumkin deb qaraydi, ya'ni genocide'ga kirmaydi deb u degani paydalış. Mesela bir ularni agar o'ttirib yetish niyati bo'ladigan bo'lsa, ular pul topolmaydi. Bular degan bularga haqsiz emgak kuch tursa, bularni yo'qotib yetish niyati yo'q. Shuningga bu genocide'ga kirmaydi deydi. Ama mening qarashimda mecburi emgak, ya'ni bu qulluq emgakmi genocide. Nimishga desanglar? Mundaqda qulluq emgakda nima xalqaro qonunda genocide conventionda qirg'inchilikning qonunida o'ltirib itish degan so'zni ishlatmagan. Destroy degan so'zni ishlatgan. Vayron qilib itish, yo'qotib itish degan so'zni ishlatgan. Buning ma'nosi nihoyatda cho'ng. Odamni berib pichoq bilan bundaq o'tiraplam yoki tapancha bilan o'tiraplab atganini ko'rsatmaydi bu. Unimi o'z ichiga oldi. Yo'qotish, vayron qilish degan har xil turdagi yo'qotish va vayron qilishni o'z ichiga oldi birinchidan. Ikkinchidan bu yerda masalan shu mecburiy emgak apadi deyli, sizlar hashaga boshqa nimalarga. Sizlar ko'ryapsizlar. Xi Jinping buni hech qachon shu Xi Jinpingniki o'ziniki leaked dokument bor, oshkor bo'lib qolgan nima Xinjiang file degan kirsanglar chiqdi. O'tgan yil Uyg'ur tribunalini ochadigan vaqtida bir dokumentlar oshkor bo'ldi, Xitoyninki chuqur darajalik amaldorlarning so'zlagan so'zlari. Shuningdimi Xi Jinping deydi, ma odamlarni Sharq Turkistondagi xalqlarni mecburiy emgak deb yo'tkab ketish iqtisodiy manfaatni ko'zda tutganlik emas deydi uning gapida-chu. Xi Jinping o'z ochiq oshkora deydi, bularni yo'tkab ketish iqtisodiy manfaatni ko'zda tutganlik emas, political reason deydi, siyosiy-chu. Political reason deb o'zi demaydi, ammo shuni so'zini tahlil qilsanglar, aniqli political reason. Bunu Adrian Zemmo bu degan dedi-chu, shu Xi Jinpingning mush so'zi political reasonni ko'zda tutdi, iqtisodiy reason sababni emas, siyosiy sababni ko'zda tutdi dedi. Chunki Xi Jinping deydi, bularni u yerga opirib pul tepish maqsadi topganini demaydi Xi Jinping. Chunki deydi, bu xalqlarni yo'tkab opirib yetib, bularni o'zining tili, o'zining madaniyatini emas, boshqa masalan Xitoy madaniyatini, Xitoy nimasini o'rganib deydi-chu, o'rganib o'zining yurtidan, o'zining nimasidan ayrilgan vaqtida bular Xitoy tilini, Xitoy madaniyatini, Jongocha yashashni o'rganadi deydi-chu. O'rganib bularni o'zining nimasidan, mandaqcha aytganda, ochiq-oshkor desa buning gapini, bu xalqlarni o'zining madaniyatidan, o'zining tilidan, o'zining yashash nimasidan butunlay ayirib, boshqa bir odam qilib etish, yo'qotib etish, ya'ni yo'q qilish mandaqcha aytganda-chu. Aştaq bitimiz deb shunda bir siyosiy maqsadni ko'zdi. Demak, bu yerda bir pul tepish iqtisodiy nimasi yo'q Xitoyniki. Aslida u muhim emas. Opirib bularni butunlay Uyg'ur emas, boshqa bir nima qilib etish, yo'qotish maqsadi bor. Agar yo'qotish maqsadi bo'lmaydigan bo'lsa, nima uchun bular ishlaydigan yerlardagi sharoit, masalan 24 soat shu bekor uxlatmay ishlatgan vaqtlar bor. Pulini bermaydi. Yotadigan, ichadigan, yeydigan yemeklari shundoq nachar. İğir ahvalda bular. Ailesi bilan ko'rishtirgizmaydi. Hatto yosh necha qizlarni men intervyu qildim, shu buru yozgan maqolalarimda yozdim. Buvoq bolalardan ayirib aketgan. Yo'ldoshni boshqa yerga, o'zini boshqa yerga, ba'zilarining yo'ldosh turmida bolalarini necha yilgacha, 2 yil bo'ldi, 3 yil bo'ldi, balam nerede, o'zim nerede, yo'ldoshim nerede bilmayman degan qizlar bor. Qochimiz deb qochanmay, u yerda urib Xitoylar qochirmay, zavodning ichiga 2 yildan beri zavodning darvozasidan tashib chiqarmay, bu gaplarni deb yasam chiqdim. Bilsizlar buni. Bunda sharoit ostida agar sen bu yerda masalan hozirgi market, ya'ni bozor nimasida bu foyda olaman desa, sen ishchilaringga yaxshi promotion bersa, ularga yaxshi hayot bersa, motivation qilsa, ya'ni ularga bir nima deyim, ilhom berib, texnik ishlab, texnik narsalarni profit, manfaat paydo qiladigan qilsanda, ammo Xitoy unda qilmagan. Xitoy bularninki aşağıda vayron bo'lib, och qilib, stress, shu ig'ir qiyinchilik ahvol ostida bütün oilasi bir-biridan ayrilib, vayron bo'lib, yo'qolib ketishini maqsad qilmasa, nemishga ashundoq nachar va ig'ir odam chidg'usiz sharoitda ishlatdi bularni. Nima uchun purposefully maqsadlik shunda sharoitga o'rinlashtirdi bu ishlayotganlarni. Demak, maqsadi vayron qilish. Agar vayron qilish bo'lmasa, nemishki bolasini boshqa yerga, opasini boshqa yerga, dadasini boshqa yerga, ayollarni ayirib, erlarni bir-biridan ayirib etishda bu-chu. Bir-biridan ayirib etgandan keyin bu yerda er va ayollar hammasi bir-biridan ayrilib ketgandan keyin bular
Bu yerda nim bo'lmaydi, ko'payish bo'lmaydi bu millatga. Bundan keyin u masalan necha yil boshqa yerda yo'ldoshini ko'rmaydi, boshqasi ayolini ko'rmaydi. Undan keyin bularning bolasimi bo'lmaydi. Qanday ko'paydi bu millat? Demak, bu millatning ko'payishini xuddi ABM degan shu nimaga o'xshashlam bular hozir xalqaro Xitoyniki bu tug'ut cheklashni genosid bo'ldi deb e'tirof qiladi-ku ko'pinchisi. Mecburi emgekmi genosid ameliyatda. O'xshashlam ko'payishiga to'sqinlik qilyotidi. Ya'ni bevosita bo'lmasmi, vositali. Masalan, xalqaro qonunda genosidni bunday deydi-da. Nima bor deydi? Masalan, vositalik va bevosita o'ltirish. Masalan, bir aeroplanning ichida bir odam bor deylik, ikki odam bor deylik. U ikki odamning ichidagi bir odamni siz o'ttirmoqchi, yana birisini tonimaysiz. Onu öttürüş niyetiniz yok. Tanımayısınız, o öttersiniz, öttürüş hiç qanday niyetiniz yok onun için. Ama siz yeni bir adamını öttürüş niyetiniz var. Ama onu öttersiniz, aeroplanı partlarsınız, yeni birisini ölüp gidiyor. Şuna mı? Bunu biz xalqaro qonunda vositalik öttürüş deymiz. Çünkü sizin direkt onu, bevosita onu öttürüş niyetiniz bo'lmasimi o yeni bir adamni. Anın aeroplanda bağlığını bilip durup, ölüp gitadiganini bilip durup qilyapsiz. Demek bu xalqaro qonundagi bunda öttürüş, xalqaro qonundagi general intent. Yani niyetni ikkiga bo'ldi bular. Specific intent ve general intent debchu. U degani specific alayda niyet ve umumi niyet deydi. Alayda niyet Xi Jinpingning yuqoridan o'zlarining planlari, boshda mushu millat yo'q deymiz deganlari, so'zlari abayman deganlar hammasi alayda niyetga kirdi. Ama vositlik yani umumiy niyatga bunda vositlik o'ttirish kiradi-da. Masalan, sen mecburi emgak qapadik bularni o'ttirib etish niyatimiz yo'q daval xalqaro. Ama sen bularning ashadi vayron bo'lib, oilasidan ayrilib, bola topolmay, bu millatning yo'qilishiga sababchi bo'lganini bilsa, bu natijani bilsa, bu natijaning bunchalik ig'irligini bilsa, bilib turib qilyapsa, demak you have that sendaylik general knowledge bar. You have that general knowledge, yani umumiy bilim var, nim bulduğunu, bu xalqni bunda qilsang, oqibatining nim bulduğunu biladigan bir niyat var sende. Yani vositalik o'ttirsa, vositalik o'lishiga, yo'qilishiga sababchi bo'lsa, destroy, yani bu destroy yani vayron bo'lishiga sababchi bo'lsa, butun umumiy bir millatning, xalqning, jamiyatining shu xalq yashaydigan vayron bo'lishiga sababchi bo'lsa, buni bilsa, bilib turib qilyapsa Xitoy, unda bo'lsa, bu seninki umumiy niyating. Masalan, Xitoyning emas, butun shu genosidni qildigan qirg'inchilik qilguvchilarning xalqaro qonunda masalan shu bu ishni planlagan yo'qotib etish niyati bilan qilgannilam genosidga sababchi bo'ldi, jazolaymiz demaydi. ICCda, ya'ni ICCda xalqaro sudda bu ishni ib borgan. Ya'ni mushu planni yurgizguvchilarmi genosid jinoyati o'tkazgan, qirg'inchilik jinoyati o'tkazgan bo'lib jazolanishi kerak degan qonun bor edi. Chunki uning umumiy niyati bor. Yani bilib turib qiladi. Masalan, bir saqchiqda sen şu masalan plan yuqoridan keldi deydi. Xi Jinpingdan yuqoridan keldi. Tövendiki kadr yana birlarga sen bundan da ishni qil deydi. O kadr biladi-ki, bu ishni qilsa bu xalqning vayron bo'ldig'ini, bu ishni bu balasini hammasini bir-biridan ayirib etsa, bularni bundan mecburi emgak qilsa, bunun oqibatining intayin ig'irligini, bu millatning yo'qolib ketishiga sababchi bo'ldig'ini biladi. Bu odamga masalan bu yak apirib solab qo'ysa yoki bu og'riq bo'lsin, apirib solab qo'yib ashak yishni bermasa, bu odamning asta-asta o'lib ketadiganini biladi. U kasal sababidan o'libdi, o'zi men o'tamidim deyamaydi, chunki sen bilib turib qilding. Bu yerda sen vositalik qirg'inchilik qilyapsan kirding. Shunga bu planlovchilar, ya'ni alayda niyati bor ofisiallar, əməldarlar və dövlətlər emas, onu yürgüzgüçününmü qırğınçılıqda cinayeti buldu. Şuna məsələn, şu məcburi əmgəkni yürgüzətqan, muşlarını məcburi əmgəklə emas, başqa bütün Xitayninki genocidal qırğınçılıq siyasətlərini yürgüzətqanların hamısının cinayi cavabkarlığı var. Planlovçununla, bir kişininlə emas bu. Ondan keyin məsələn bu mecburi emgekti dedik, açta şaşıraytın, açta veyran bu kitadığını bilip durup kıldığı umumuna olucu badım. Onunki yani ballarımızını, küçük ballarını ekit bardı mı? Bu küçük ballarını ekit bağını mı? Xitay mındaq deb turib olganda, bu gerçi o genosidniki 5 türünün birisiga tushsa mı? Lekin
bu balalarni bizning yo'qotib niyetimiz bo'lmaganligi uchun biz bularni tarbiylaymiz deganligimiz uchun bu genosidga kirmaydi deb Xitoy shunday aytgan. Kanadami o'z vaqtida shu residential school ya'ni shu balalarni tarbiyalaymiz deb aketgan vaqtida kichik balalarni indigenizlarning kichik balalarini aketganni ashuni Kanadaning scholarlarimi shunda talishidi. Bular talishib aytdiki bu nimaga kirmaydi, genoside'ga kirmaydi. Bizning undaq niyetimiz yo'q bu balalarga biz din o'gitish, ya'ni dinni, bilimni o'gitish uchun tarbiyalash uchun apadik. Unda niyetimiz yo'q. Bu balalar o'zlari o'pib kasal bilan o'lib ketgan balalar, kasal taqab ketib, pandemikda, palampistan deb bular moshda deydi. This is ama ben kitapta argü qildim. Bunu unda diyemeyse. Çünkü bu sen abay deganimdek vastılık bu milletni yo'q qilishiga asas qo'shyapsan. Ama Kanadada o balalarni akitibdi, bunda ishlar chiqibdi, keyin yana nimasiga qaytarilibdi. Bizninkida-chi, bizninkini vayron qilyapsa, bu balalarning ota-onasi kim, nerede, hech nimasini topolmasa, qaytibmi ketamasa, Xitoy hatto niyatini bu balalarni akitishdagi niyatini shu balalarni akitish nimasi chiqargan vaqtida bir Xitoy amaldor aniq dedi-ku uni, aniq deb break the lineage, break the roots, break the origin dedi. Yani yıldızını yok qilish, yıldızını kesib o'tish. Origin deydi. Qon big'ini yo'q qilish deydi. Biologik bağlanışını, biyologiyalik bağlanışını yo'q qilib o'tish. Deb shunda aniq degan. Sen bu balalarning qon bağlanışını unutib ketadigan, ya'ni ikki nima bo'lsa bizning Uyg'urlarda bundaq akufga bir uyning adam bo'lsa bir yerga apamayotganda ayrim bo'lib necha shaharga, ya'ni urug' tuqqunni topamisin, o'zining kimga mansub, qaysi millatga mansubligini bilamisin debchi. Aniki urug' tuqqanlarga ko'rsatkizmayotgan bu balalarni kulturidan butunlay ayirib o'tib, qarasanlar shuni alqislar buni bilsizlar va shu Xitoy qilib tarbiyalab talog'ini chiqarmay qilyotganning hammasi. Demek bu balalar çoğun bolsa özünün community'ga, özünü Uygur da his qila alamdı. Bu bir mesele. Bu balalar qanda bir kimlik bilen çoğun oludu. Bir yerde bularning kimlikini bütünlay yo'q qilib bu kimlik nima kimlik oludu bu balalardaki. Onun için bu milletke bular işçiga kirib bir töhfə qo'şalaydigan bu milletning bir qismi bo'lmagandan keyin yo'q bo'ldi, shu milletning yo'q bo'lishiga töhfə qo'shganlik bo'ldi. Demek bu mu balalarni akitishmi? Sen bevosita bu milletni bu balalarni o'ttirib etma deb apamag'ning bilan bu balalarni o'zgartirib bu milletning yo'qilishiga, ya'ni vayron bo'lishiga, bu balalarning yo'qolib ketishiga töhfə qo'shyapsa, bu mu genocide, vositalik bir qirg'inchilik. Vositalik yo'q bo'lishiga sabab bo'layotgan qirg'inchilikda. Ama shundoq yana qolganlarimi mencha shu hammasi bilan agar akiradigan bo'lsak, dedik-ku, nimaga akitib bordi masalan, deport qilib Uyg'urlarni-chi. Deport degani nimaga? O'lkalarga, turmalarga, maxfiy turmalarga olib yo'qotdi. Bu bevosita yo'qotish. Killinga kirdi. Buning bizning faktimiz yo'q. Hozir u yerda Xitoy davlati so'rasa, biz buni qanday chiqamiz? Bir kuni chiqadi bularni qanchalik yo'qotib, qanchalik o'ttirib etgani. Demak, bu birinchi turi kirdi. Agar Xitoyning bularni yo'qotib etish niyati bo'lmasa, nemishga hech kim bilmaydigan yerlarga akitadi. Nemish uchun bularga ig'ir qiyin qistoqlarni yurgizadi. Ya'ni shu qiyin qistoqlarda bularning o'lib ketadiganini, so'rig'ini hech kimni qilmaydiganini biladi Xitoy. Demak, bilib turib qilyotdi. Bu yerda bir umumiy niyat, ya'ni xalqaro qonundagi, qirg'inchilik qonundagi general intent demdi. General intent umumiy niyatda bu niyati bor demek. Demek hareket nima qilyotdi, niyatimi bor. Unda bo'lganligi uchun Xitoyning olib berayotganlarining bularning hammasi genoside'ga kirdi. Mushundaq bir genocide bo'lsa, bir millatni qirg'in qilib yo'q qilyapsa, u hozir maqolalar, shu g'arbliklarni maqolalarni yozadi ekan, siyosatchilarni so'zlagan vaqtida diplomatlarni ashta so'zlayotgan o'zining dissidents deb, they own dissidents deb, o'zining xalqiga yurgizayotgan siyosatlarga, o'zining xalqi, biz Xitoyning o'zining xalqi emas. O'zining xalqi bo'lish uchun baya men degandek siyosiy, ya'ni Anthony Smith degandek, men degandek emas, misol qildim-ku, o'zining xalqi bir davlatning ulusi bo'lish uchun siyosiy functions'i, territorial functions'i, legal functions'i bo'lish kerak, qonuniy functions'i. Bu functionlarning hech qaysisi yo'q Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarda u yerda. Chunki bu functionlarning hech qaysini bilmaganki, sen Xitoyning o'zining xalqi emas. Sen ayrim bir davlat xalqi. Cho'qim mustaqil bu ayrim bir davlat xalqi bo'lgandan keyin Xitoy tajovuz qildiga kirdi. Hem tajovuz qilganligi tufaylidan Xitoy bu zamindan chiqib ketish kerak.
Hem bu yerde qırğınçılıq bo'lib atqanlıq üçün bu qırğınçılıqni to'xtatish uchun tajovuzdan chiqarib atmay turib qırğınçılıqni to'xtatqın bo'lmaydi. Xitoy bu yerdan chiqib ketish kerak. Bu mustamlika tugishi kerak bu yerda. Shu mushni o'tirib qo'ygan bu kitapta. Onun için bu qırğınçılıqniki, masalan, Xitoyning hozir bular deydida, o'zining xalqi, o'zining mundaq deb. Bu o'zining bo'lsa hozir biz degan mush genosidening o'zida hech qanday siyosiy va qonuniy huquqining Uyg'urlarning butunlay yo'q bo'lib qolmasdan, balki qirg'inchilik orqali total depsandi. Butunlay depsandi qilinayotganini ko'rsatadi. Endi territoriyada uchun. Territoriyada bizning bormi? Sharq Turkiston xalqiga Bington boshqa yerda bormi? Bington yo'q. Masalan, madaniyat inqilobi vaqtida 1966-yildan 75-yilgacha Bington namniyat bekaq Xitoy va Deng Xiaoping chiqib, Sharq Turkistonda bekaq qilsak bo'lmaydi. Bu ya'ni shu askar bilan tutimiz deb bular 81-yili asli keltirib qo'ygan. Hozir Bingtonning nupusi 2 milliondan oshadi. 14 tak o'zlari qurgan shahar bor. Bularniki o'z oldiga bir Bington o'z oldiga bir podshodek Sharq Turkistonni so'raydi-da. Bütün Bingtonning xaritasiga qarasanglar, shu Uyg'urlar to'plashgan yerlarni teshidan qo'rshab o'rinlashtirgan. Nima uchun? Ya'ni shularni askariy kuch bilan kontrol qilamiz deb. Bularning hammasi yag'an dehqon bo'lib olgan askarlar, urush bo'lsa, G'ulji vaqasini shular bostirgan, Urumchi vaqasini shular chiqib bostirdi. Bir ish bo'lsa Bington saqchilari bilan, ya'ni armiyalari bilan, ishkirdan jo'nga o'tkab kelgan armiyalar yetishmaganda billa baravar ish qiladi. Ya'ni bu territoriyani Bington egallab, siqib, dehqonlarning suvlaridan tatib, yerlaridan tatib, hamma nima deymiz, dehqonchilik qilamiz deb bu Bingtonning Xitoylari bütün bizning yerlarimizni egallab ketdi. Bu yerni egallash bilan qolmay, Xitoy nupusni shu 1980-yil poyez tez yo'l poyezni qilgandan keyin bakchiq akir ketdi-ku, yiliga 600 mingdan akirgan tug'an shu vaqtlarda. Hozir onundan mıcık akırdıgandı. Xitay köşmellerini akırdı. Köşmellerini akırış arkalı bunu İngilizce'de settler colonialism deymiz. Bu köşmen arkalı mı egallab ketdi. Bu bizninki mesela hazırki Xitayninki qıvatqan bizge kolonializmninki burun Manchuning qilgan kolonializmdan eng cho'ng farqlanadigan yeri mushu. Xitoy bizni askar bilanla emas, demografik, ya'ni xalqi bilanmi kontrol qilyotdi, yerlarimizni tortib olib. Shunga Uyg'urlarning hech qanday territoriya, o'zining uyiga o'zining ega bo'lish huquqi yo'q. O'zi xohlagan yerdan mamino davlatimda yerni yasat olmaydi degan unda huquqi yo'q. Ya'ni Xitoy oladi, sen olmaysa desa shu Xitoyga berdi, Uyg'urga bermaydi, buni sizlar bilasizlar, vatanlik siyosatni. Shu mundaq bo'lgandan keyin bizningki hech qanday territoriya huquqi yo'q Sharq Turkiston xalqining. Ondan sonra qanda sen bu Xitoy davlati, ulus davlati hisoblanadi va bu millatlar Xitoy davlatining bir ulus xalqi hisoblanadi. Shuning xalqaroniki Xitoy davlatining o'zining xalqiga yurgizayotgan operatsiyonlari, ya'ni bisimlari deb bunda so'zlashimi logika, siyosiy, tarixiy va hamma jihatdan xato amaliyot uchun. Qonuniy jihatdan xato. Shunga bu kitob bu narsalarni isbotlab yozilgan kitob. Andan keyin bular deydiki, Müşahede, muş territoriyaga muşta settlement kolonializm yani dedim bu mesela xuddi Yahudlar hozir Falastinga akirdi o yerlerini bilib, ular o sitivapti, kirib yerlerini sitilib Falastinnikini o'zining qilib oldi. Bizninkini majburiy qo'g'lab chiqarib o'ylardan, urib tortib olib o'zining qilib olganda Xitoy. Mushunda egallab bu butunlay xalqaro qonunga aykırı. Nurg'un qonunlar bor o'sha. Hatto ozsonliq millatni, indigenouzni undaq qilolmaysa, yerini tortib ololmaysa. Ama biz şu devletine egisi tutsak, şu yerki bir devlete tecavüz kılıp kırıp halkını territorial functions'ını yani zemin functions'ını öz nazımın diyen de öz devletin territoriyası demeyim etme. Mesela biz mandatab oylayıldık. Uygurlar ya ki aşağıdaki Türkiye Müslümanlar Xitay nation state, Xitay ulus devletinin içinde yaşayatkan bir millet değil. Şunda bir milletinin mu yani Xitay devletinin ulusu buluş hukuku mu yok. Xitoy o'zi buni bermadi, Uyg'urlar e'tirof qilmaydi, bu hech qaysi jihatdan tushmaydi. Demak, biz Xitoyning bir ulusi değil. Biz emas, biz Xitoy tajovuz qilib kirib olgan bir. Bu jihatlardan hammasini isbotlab kelgan vaqtida cho'qim Sharq Turkiston xalqi mustaqil bo'lish kerak. Ikkinchi qitimliq, kelar qitimliq darsimda men biz zodi bizning da'volarimiz hozirgacha qayerdan qayerga kelgichi oldu. Vatan ichidagi da'voning taraqqiyoti qanday oldu? Vatan ichidagi da'voning, ya'ni Sharq Turkiston xalqining bu mustaqillik yo'lidagi kurashlari qaysi yo'lda bo'ldi? Sharq Turkiston xalqi mustaqillikni zodi orzu qilmagan xalqmi? Mustaqil bo'lamiz degan xalqaro qonunda shu xalqning o'zining avval bir aspiration, butun xalq
men u davlatning ulusi emas, men mustaqil bo'laman deydigan hammasiniki bir niyati birga kelish kerak deydi. Shu bir orzusi bo'lish kerak deydi. Sharq Turkiston xalqining hammasining mushundaq orzusi bor deymiz. Ammo ba'zi aktivist yoki siyosatchilarimiz bundaq qilsa xalqimizga foydali bo'lmayotgan, bundaq qilsak bo'ldi deb yo'llarni tegashtirgan vaqtlar bo'lgan. Ammo nima uchun bo'lgan? Bu oqdimi? Oqmagan bo'lsa nima uchun oqmadi? Undan bundan keyingi bizning tutish yo'limiz nima bo'lishi kerak? Xalqaroga nima deyishimiz kerak? Agar biz davlat qursak, qanday bir shaklda davlat quramiz? Buning xalqaro qanday bir foydasi va ziyni bo'ldi? Xalqaro munosabatlarda bizning davlatimiz qanday bir o'rinni tutadi? degan bu narsalarni kelar qitimliq darsimda berma bugun